Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mavzuyimiz hosila yordamida ekstremum va minimumga tekshirish va undan avval esa murakkab funksiya hosilasini ham birgalikda eslab olamiz. Demak, bugungi mavzuyimizga yaxshilab tayyorlaning. Biz esa boshladik. Dastavval aytib o'tganimizdek, murakkab funksiyaning hosilasini bir eslab olamiz. Ko'paytmaning hosilasi ux ko'paytirilgan vx funksiyaning hosilasi qanday bo'ladi? Demak, u funksiyadan hosila va v funksiyaning ko'paytmasi plus v funksiyaning hosilasi va u funksiyaning ko'paytmasiga teng. Demak, mana shunday tarzda bo'ladi. Bu birinchisi. Bu ko'paytmaning hosilasi. Endi esa bo'linmaning hosilasi. U funksiya taqsim v funksiya bo'lsin. Bunday holatda qanday hosil olamiz? Demak, u funksiyaning hosilasi ko'paytirilgan v funksiyaning ko'paytmasi minus u funksiyaning o'zi ko'paytirilgan v funksiyaning hosilasi bo'ladi. V funksiyaning hosilasi va taqsim v kvadrat funksiya. V funksiyaning kvadrati bo'ladi. Endi biroz murakkabroq funksiyalarning hosilasi, ya'ni f funksiya va argumentida yana x funksiya bor, ya'ni ikkita funksiya bor, ichma-ich joylashgan funksiyalar. Bu funksiyaning hosilasi qanday topiladi? Demak, dastavval biz fx funksiyadan hosila olamiz, x funksiyasi bilan birgalikda va ko'paytiramiz funksiyaning hosilasiga. Mana shu tarzda bo'ladi. Demak, 4-hossa darajali funksiyaning u darajasida alfa x funksiyaning hosilasi qanday topiladi? Barobar, demak, alfa oldiga tushadi. U funksiyadan darajasidan bir ayriladi va u funksiyaning o'ziga ko'paytirib qo'yiladi. Mana shu tarzda umumiy qoidalar mavjud va qolgan funksiyalarniki esa shu tarzda ketaveradi. Keling endi logaritmik funksiyanikini ko'pchilik esdan chiqarib qo'yadi. Logaritmik funksiyaning ham hosilasini eslab olamiz. Logaritm a asosga ko'ra u x funksiya bo'lsin. Bu funksiyaning hosilasini ko'ramiz. Demak, bunday holatda u shtrix x taqsim ux ln a bo'ladi, asosi bo'ladi. Va ln funksiyaning hosilasi esa quyidagicha bo'ladi. Ln funksiyaning hosilasi u shtrix x taqsim ux bo'ladi. Bu nisbatan osonroq. Endi sizga ko'pchilik o'ylanadigan, ya'ni x darajasida x funksiyaning hosilasini eslatib o'tmoqchiman. Mana shu murakkab funksiyaga misol bo'ladi. Keling, birinchi misol ko'ramiz. Bitta misol ko'ramiz. x darajasida y barobar x darajasida x funksiyaning hosilasini toping deyilgan. Bizda misolda mana shu funksiyani hosilasini topamiz. Demak, birinchi bo'lib ikkala tomonini ln funksiyaga lnlaymiz. ln x darajasida x va hosil bo'ladi ln x barobar x ln x funksiya va ikkala tomondan hosil olamiz. Shunda bizda quyidagi formulaga asosan ln ux funksiyaning hosilasiga asosan u shtrix x taqsim ux bo'lganligi sababli bu yerda ham y shtrix taqsim y bo'ladi. Bu yerni esa ko'paytmaning hosilasiga qo'yamiz. Ya'ni x dan hosila ln x va plus ln x dan hosila ko'paytirilgan x va bu barobar bo'ladi ln x plus 1 taqsim x ko'paytiruv x va bu ham barobar bo'ladi ln x plus 1 ga. Va endi quyidagicha
holat hosil bo'lyapti bizda. Y shtrix taqsim y barobar ln x plus 1 ga. Bu yerdan y shtrix ni topadigan bo'lsak, y ln x plus 1 hosil bo'lyapti. Y-imiz bizda yuqorida x ning x-inchisi edi. Endi esa bizda javob hosil bo'ladi. Y funksiya y shtrix barobar bo'ladi x darajasida x ln x plus 1 funksiya hosil bo'lyapti. Demak, x darajasida x funksiyaning hosilasi x darajasida x ln x plus 1 ga teng ekan. Va bundan tashqari eksponensial funksiyalarning hosilasi ham mavjud. Ya'ni eksponensial emas, keling birinchi bo'lib a darajasida ux funksiyaning hosilasini ko'raylik. A darajasida ux funksiyaning hosilasini ko'raylik. Bu yerda nima bo'ladi? A darajasida ux ln a ko'paytirilgan u shtrix x ga. Va bu yerdan xususiy holat kelib chiqadi. Y darajasida ux funksiyaning hosilasi y darajasida ux ko'paytirilgan u shtrix x. Mana shunday holatlar mavjud. Va bizda bundan tashqari trigonometrik funksiyalarning hosilalari bor. Ya'ni sinus u funksiyaning hosilasi ux funksiyaning hosilasi kosinus ux ko'paytirilgan u shtrix x ga. Kosinus ux funksiyaning hosilasi barobar bo'ladi bizda. Barobar bo'ladi minus sinus ux ko'paytirilgan u shtrix x ga. Va tangens u funksiyaning hosilasi bizda barobar bo'ladi u shtrix x taqsim kosinus kvadrat x, ya'ni ux. Va kotangens ux funksiyaning hosilasi barobar bo'ladi minus u shtrix x taqsim sinus kvadrat ux ga. Endi esa keling sizlar bilan funksiyaning ekstremumlari haqida gaplashamiz. Hosila yordamida ekstremumga va topishni o'rganamiz. Hosila yordamida ekstremumni topishni o'rganamiz. Demak, dastlabki unga o'ziga yarasha formulalar va hosila olish qoidalarini biz mukammal bilishimiz kerak. Shunda biz qiynalmasdan ekstremumga tekshiramiz. Aytaylik, agar biror delta oraliq berilgan bo'lsa, delta oraliq mana bu oraliq berilgan bo'lsa, 0 dan katta va barcha x tegishli x0 minus delta va x0 plus delta atrofida deymiz va kesishma bo'lishi kerak a va b sonlar. Ya'ni tanlangan oraliqlar uchun fx kichik yoki teng fx0 bo'lsa yoki boshqacha aksincha tengsizlik bajarilsa, x teng x0 nuqta f akslantirishning maksimum nuqtasi yoki minimum nuqtasi deyiladi. Bunday holat bo'lsa maksimum, aksincha holat bo'lsa minimum nuqtasi deyiladi. Funksiyaning minimum va maksimum nuqtalari shu funksiyaning ekstremumlari deb ataladi. Funksiyaning bu nuqtalardagi qiymati esa funksiyaning ekstremumlari deyiladi. Ya'ni nima? x1, x2, x3 funksiya aytadigan bu nuqtalar maksimum va minimum nuqtalar yoki ekstremum nuqtalar deyilar ekan. Ekstremum nuqtalar deyiladi. fx1, fx2, fx3 va hokazolar esa bu funksiya uchun ekstremumlar deyiladi. Ekstremum
deyiladi. Ekstremumlar deyiladi. Funksiya hosilasini nolga aylantiradigan yoki hosilasi mavjud bo'lmagan nuqtalar esa kritik nuqtalari deyiladi. Funksiyaning ekstremumning zaruriy sharti haqida Ferma teoremasi bor. U agar differensiallanuvchi y barobar fx funksiyani Ferma teoremasini keltiryapman. Funksiya x teng x0 nuqtada minimum yoki maksimumga erishsa, u holda f' x0 teng 0 bo'ladi. Ya'ni hosilasi 0 ga teng bo'ladi. Hosilasini 0 ga tenglasak, demak funksiyaning ekstremum nuqtalari, ya'ni minimum yoki maksimumni topgan bo'lamiz. Differensiallanuvchi funksiyalar hosilalarini bilasiz. Hosilalarni bilasiz albatta. Hosila olinishi mumkin bo'lgan funksiyalar haqida gap ketyapti. Differensiallanuvchi funksiyalar mana shularga misol bo'ladi. Keling, endi shunga doir bitta misol ko'raylik. Mana bu yerdan ekstremumga doir bitta misol ko'ramiz. Misol, demak, quyidagi misolni ko'ramiz. y barobar x kvadrat minus 2 funksiyaning kamayish oralig'ini toping. Kamayish oralig'ini quyidagicha topamiz. Kamayish oralig'i qanday topiladi? f' x funksiya kichik 0 bo'ladi. Bu kamayish oralig'i bo'ladi. Kamayish oralig'i. f' x katta 0 bo'lsa, bu o'suvchi oralig'i bo'ladi. O'suvchi oralig'i bo'ladi. Demak, bizda birinchisini qo'llashimiz kerak. Birinchisini qo'llaymiz, kamayish oralig'ini so'ragan. y' hosila olamiz. 2x x kvadratdan hosila minus y 2 dan hosila bo'ladi. X kvadratning hosilasi 2x, minus 2 ning hosilasi esa 0 bo'ladi. Minus 0 bu 2x ga teng. Endi 2x ni kichik 0 qilamiz. X imiz esa kichik 0 bo'ladi. Demak, bizda javob minus cheksizlikdan 0 gacha degan oraliq bo'ladi. Bu yerda biroz bahsli holat, teng qilsak ham bo'laveradi, teng qilmasak ham bo'laveradi. Chunki teng javobga qaraymiz. Aytaylik, teng qilib qo'yadigan bo'lsak, 1 / x funksiyada bu yerda 0 qo'ya olmaymiz. Shu sababli buning kamayish oralig'i, misol uchun, agar tengsizlikda 0 tegishli, ya'ni mumkin bo'lsa, funksiyani o'zida 0 ga teng bo'lib qolmasligi mumkin. Shu sababli bu yerda biroz bahsli holat bor. Ya'ni aniq tengsizlik qilishimiz ham mumkin yoki qat'iy yoki noqat'iy tengsizlik qilish haqida biroz bahs va munozaralar bor. Shu sababli javoblarga qarab olaveramiz. Bugungi mavzuyimiz mana shulardan iborat edi. Kelgusi darslarda ko'rishguncha.